O'qimoqchi bo'lgan do'stlar, Avstraliya sizga nima beradiki, siz aynan Avstraliyaga kelib o'qishingiz kerak? Ketdik, siz bilan birma-bir buni sanab o'tamiz. Birinchi o'rinda Avstraliyadagi ta'lim sifati boshqa davlatlarga nisbatan juda ham zo'r va raqobatbardosh ta'lim sifatini sizga taklif eta oladi. Ikkinchidan esa siz Avstraliyaga kelganingizdan keyin o'qishdan tashqari ishlashingiz mumkin, kanikul vaqtlari ham ishlashingiz mumkin va uchinchidan esa o'qishni bitirgandan keyin Avstraliyadagi kompaniyalarga ishga kirib ishlashingiz va tajriba orttirishingiz ham mumkin. To'rtinchidan esa siz o'qish paytida ota-onangizni va oila a'zolaringizni Avstraliyaga olib kelib, ularga Avstraliyani ko'rsatishingiz va ular bilan birgalikda mazza qilib sayohat qilishingiz mumkin. Beshinchidan esa Avstraliyaning tabiati juda ham go'zal va bu yerda juda ham ko'p go'zal joylar bor, siz borishingiz kerak bo'ladigan. O'qishdan tashqari siz o'z do'stlaringiz bilan bemalol mazza qilib, juda ham ko'p joylarni sayohat qilishingiz mumkin. Aynan bu sizga unutilmas onlarni izhor etishi mumkin. Siz ham Avstraliyaga kelib o'qimoqchi bo'lsangiz, hoziroq harakatni boshlang va sizga ham Avstraliyaga kelib o'qish nasib qilsin.